Har doimgidek ertalab turib xo'jayinimga choy tayyorladim demayman. Faqatgina optimga boradigan kunim xo'jayinimga shiringina, chiroyligina choy tayyorlab Xo'jayinimiz zavtraklarini tayyorlab, o'zimga ham chiyali suvimni tayyorlab oldim. Suyangan tog'am xo'jayinimga shunaqa chiroyli sviter oppoqqina olib kelgan. Albatta xo'jayinimga sovg'a bermasam ham xursand bo'lib qo'yaveradilar, lekin sovg'a bersam undan ham ko'proq xursand bo'ladi. Oilamiz posboni xo'jayinim shunaqa oq kiyimlarni yaxshi ko'radilar. Turmush qurishimizdan oldin uchrashuvga kelganlarida faqat oppoq kiyinib kelardilar. Shunaqangi sevorardi. Xo'jayinim bilan 1,5 yil sevishib, alhamdulillah bundan umuman afsuslanmaganman va afsuslanmayman. Xo'jayinimga turmushga chiqqanimda shukurga o'zgartiring. Allohdan so'rang. Nimaniki so'rasangiz Alloh beradi. Vaqt kelganda internetdagi soxta insonlarga, soxta narsalarga ishonganman. Bu hayotda ideal erkak ham, ideal ayol ham yo'q. Ideal oila ham yo'q. Qanoat qilishga, xo'jayinimni borligiga shukur qiladigan bo'ldim. Allohim keyin oilamni, rizqimni tinch qilib juda ham urushqoq, talabchan ayol edim. Bu talabchanliklarimni sabrga aylantirdi. Agar xo'jayiningiz bilan internetdagi narsalarni solishtirsangiz, hayotingiz hech qachon tekis ketmaydi. Uni eri bino beribdi, uni eri mamnaqa qilib berdi, uni eri gul olib berdi deydigan bo'lsangiz, oilangiz hech qachon tinch bo'lmaydi. Agar hamma ayollar sabrli, aqlli, erkaklar vafodor bo'lganda, ajrim sonlari bo'lmas.